Eron Hormuzni barcha savdo kemalari uchun ochganini e'lon qildi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Hormuz bo'g'ozi barcha tijoriy kemalar uchun ochilganini ma'lum qildi. Lekin ayni paytda Islom inqilobi muhofizlari korpusi 13-may oqshomidan boshlab bir qator Xitoy kemalariga Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishga ruxsat berilganini ta'kidlamoqda. Demak, endi ikki xil bayonot. Abbos Aroqchi nima deyapti? Bo'g'oz barcha tijorat kemalari uchun ochiq. Kemalar faqatgina Eron harbiy dengiz kuchlari bilan hamkorlik qilish kerak. Biz hech qanday to'siq yaratmaganmiz. Blokadani aynan amerikaliklar o'rnatgan. Endi ikkinchi bayonot bu Islom inqilobi muhofizlari korpusining bayonoti. Eronning bo'g'ozni boshqarish protokollari bo'yicha kelishuvga erishilgach, Xitoy so'ragan bir qator kemalarning hudud orqali o'tishiga qaror qabul qilindi. Hop, endi buni qanday tushunish kerak? Ya'ni buni Erondan ikki xil bayonot deb tushunish kerakmi? Bir. Ikkinchisi, Eronda hokimiyatda rostdan bo'linish bormi? Bu ikki. Uchinchisi, bu umuman Xitoyning shaxsiy iltimosimi? Yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoy bilan muzokaralardan keyin boshlanayotgan iliq shamollar